Kamolning aka nima bo'lyapti? Aka, uyni dokumentini ko'rib o'zimga sig'mayapman aka. 16 sotik o'ylayapsizmi? Mo mahallan boshiga borsangiz ham sizni uyingiz ekan. Mo mahallan boshiga borsangiz ham sizni uyingiz. Nari tarafiga o'tsangiz ham sizni uyingiz ekanda 16 sotik. Mo dokumentida faktiski 13 sotik, faktiski deydimi? Dokumentalni 13 sotik, faktiski 16 sotik ekan aka uyimiz. Eng qizig'ini aytaymi? 30 sotik bog'i ham bor, ulush yeri ham bor bu uyimiz orqasida. Kelingda bir qator ichkaridan ko'rsataylik. Rasa ham keng joyda uka mol qo'yiladi, baqib, sentrlardan zerikdim. Mazza qilib yashaydigan akalar, bu variantni bitta ko'ringlar. Bu uyimizni qaranglar, kengligini. Bari tarafdan ham bemalol haligi qutlarni ochib, ikkita, uchta o'g'lingizni keyinchalik joylab olsangiz ham bo'laveradi. Bu yoqda 3 ta xonasi ham bor. 3 ta xonasi ham bor. Ha, yashaydigan 3 ta xonasi ham bor. Ma'da kladovka qo'ygan xonangiz ham bor. Xolos siz remont qilib, yashaydigan xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Eng qizig'i, ulush yerimiz qattaligini aytaymi? Ulush yerimiz mana shu uydan kegillar, uyning orqasida, uy nariyog'i, orqa taraflar dal ekanu. Uydan kegillab bog' ekan, 30 sotik bog'i bilan, olma bog'i bilan. Bog'ni ham ko'rsataymi? Ketdik, bog'ni ko'ramiz. Bog'ni qaramaysizlar endi akalar. Tayyor bog', olma bog' ekan. Tayyor. Tagida dedasi bilan mazza qilasiz. Ona uyingiz. Bu transformatorni orqasi sizning uyingiz bo'ladi. Uyingizdan bir 15 metr bu yoqqa o'tsangiz, 15 metr bu yoqqa o'tsangiz, mana ulush yeringiz aka. Maza qilib, ishdan kelib olib, chag'or oladi, bedani o'rib, miya dam oladi-da, miya dam oladi. Ketdik, endi adresini tushuntiraman. Xo'p, akalar, bu uyimizning adresiga keladigan bo'lsak, uyimiz mana bu uy, mana bu uy qaranglar. Mana bu yo'limiz, Partiyaz yo'li bor-ku, Aravonda Partiyaz yo'li, samolyotning orqasidagi yo'l bilan to'g'ri tushib kelganimizda uylar boshlanadi. Narigi uylar tugab turib, Partiyazdagi uylar. O'rtada jinday dala keladi, dala tugashi bilan mana yana uylar boshlandi. Shunda chap qo'lda ikkinchi uyimiz bo'lib qoladi. Bu tarafdan keladigan bo'lsak, internatsionaldada bu uyimiz. Bu tarafdan mana kelib qayrilayotganimizda o'ng qo'lda bo'lib qoladi. Erka Qashqaga kirib, maktabning yonidan katta yo'lga chiqamiz-ku, katta yo'lga chiqib turib, chap tomonga qarab yuramiz. Chap tomonga qarab kelayotganimizda o'sha mana pavorotda o'ng qo'ldagi uyimiz bo'lib qoladi. Akalar, bu uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, shu ulush yerlari bilan hamma yo'g'i bilan bo'lib 10 million kami bor qo'yilyapti. Bu uyga men o'zimning telefon nomerlarimni qo'yyapman, egalari so'randi, o'zingiz aloqa qilib, paloncha so'mga sot bering deb. Qiziqqanlar bo'lsa, uka keng joyda maza qilib yashayman deganlar bo'lsa, kam ko'zini gaplashamiz. Opisiyanida mening nomerlarim bor, aloqaga chiqaveramiz. Like bosib ketish esdan chiqmasin. Rahmat.